Umra safarga borish to'xtatildimi degan savol ko'payib ketdi do'stlar. Avvalambor assalomu alaykum. 2025-yil aprel oyi umraga borish narxlari necha puldan bo'lyapti va aprel oyining nechinchisidan umraga borishlar to'xtatiladi degan savollar ko'payib ketgani uchun bu videorolik tayyorlayapmiz. Inshaalloh aprel oyi reyslarimiz bor. 21, 23, 24, 25 va 26, 27, 28 aprel sanalariga reyslar qo'yilgan, ya'ni Toshkent Jidda va Toshkent Madina reyslar uchyapti. Narx-navolar esa $1180 qabul qilyapmiz, ya'ni pasportlarda reyslar to'xtatildimi degan shov-shuvlar xabarlar chiqib ketdi-yu, reyslar inshaalloh aprel oyi oxirigacha, misol 29-aprelgacha reyslarimiz uchadi. 30-apreldan boshlab reyslar ketish to'xtatiladi va qaytib kelishlar boshlaniladi. Ya'ni 15 kun davomida may oyining 15-gacha umraga borganlar O'zbekistonga qaytib kirib olsa bo'laveradi. Hech qanaqangi bir deportlar urilmaydi do'stlar. Shuni inobatga olgan holatda narx-navolari $1180 dan ekranda nomerlar qoldirganmiz. Bemalol telefon qilib joylaring bron qildirsalaring bo'ladi yoki da o'zlaringiz xohlagan savollaringizga javob olsalaring bo'ladi do'stlar. Reyslarimiz hozircha Toshkent shahridan uchyapti va 25-aprel sanasiga Namangandan ham reysimiz mavjud. Narxi o'sha aytib o'tib ketganimizdek $1180. Nimaga narxlar ko'tarildi degan savollar ham bor. Narxlar ko'tarilishiga sabab reyslar kam, ya'ni umraga boradiganlar soni ko'pligini hisobiga avia chiptalar narxi ko'tarildi. Biz o'zimiz narxlarni qo'shib olmadik do'stlar, shuni inobatga olib qo'yinglar. O'sha $1000 dan chiqarayotganimizda ham, $900 dan chiqarayotganimizda ham o'sha foydani olardik. Hozir ham o'sha foydani olyapmiz. Ya'ni $1180 dan o'sha biletlar narxi ko'tarilib qolgan hisobiga narxlari qo'shilib qoldi. Endi ko'pchilik narxi tushishini kutib turibdi. Ya'ni narxi hozir tushmaydi endi, ya'ni haj mavsumidan keyin avgust oylariga yana eski narxlarga inshaalloh tushadi degan umiddamiz. Bizga ham narxlari tushgani yaxshi, sababi o'zimizning yurtdoshlarimiz umraga borishi soni ko'payadi do'stlar. Biz O'zbekistonda qancha umraga boradiganlar ko'paysa, biz o'zimiz xursand bo'lamiz do'stlar. Videoga bir dona like bosib qo'yinglar, kanalimizga mehmon bo'lsalaring, albatta podpiska tugmasini bosib qo'yishni esdan chiqarmanglar do'stlar. Bizni ijtimoiy tarmoqdan ham bemalol aloqaga chiqishinglar mumkin. Ya'ni Telegram, WhatsAppimiz ham bor. Bir dona Zagram pasporti berasiz. Joylaring bron qildirsalar ham bo'ladi do'stlar. Bundan keyingi videolarda ko'rishguncha o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar do'stlar.